Aytdim, raqobatda bo'ldim. Xohlasa zo'r chiqarsin dedim. Keyin oladi uni ham, to'g'rimi? Ha, ya. Uni Xitoy bosib ketdi. U bu nima? O'zbekiston bozorchilari anaqaga tushib qolishdi. Ha, o'sha bozorchilar. Aynan kommentariyada o'sha bozorchilar rosa yozyapti-da, sen bola juda xitoychimisan deydi. Men o'zbekman. Xitoychi emasman. Qarang, neobычный. Yaxshi narsa. Ham bor misol, neobычный. 319 ming. Bu sal unaqaroq ekan. Qalin ekan, lekin zo'r ishlangan. Ammo aka qarang. Yaxshi-da, nafasi quyilgan. Shunda ham qimmatda bizda nimalar uchun? Ha, ammo shu narsa ham ammo bizga juda qimmatli qiladi. Chunki men qancha bo'lsa arzon bo'lar ekan bizga. Qancha bo'lsa arzon bo'lar ekan bizga. 200 minggacha bo'lsa arzon bo'ladi. Menga to'g'risi men 2 millionlikka ishlayman. 3,5 million. Endi misol naqib 400 ming, 500 mingdan krossovka olib kiyib qo'yganni, men misol nima yetmaydi, to'g'risi, hozirgi kunda. To'g'ri. Bu tomoni ham bor. Topishga nisbatan baland bu. Sezonli narsalarning narxini ichida qimmat qilib qo'yibdi hozir. Bu qancha deyapti buni hozir? Mana sezoni kelyapti-ku, shu narxlarni ichida qimmat qilib qo'yibdi. 299 pash. 299, 300 ming pash. Mana